Tog'lar, assalomu alaykum. Bizda Tiko mashinasi garantalarini qo'ya turib bitta narsasiga e'tibor berib qoldik. Kalotkasi mana luft ko'ryapsizlar. Egasi aytayapti, tormozim yaxshi emas. Xo'p, keyin tormoz bosganda chaqillab ovoz ham chiqardi dedi. Bu Tikoning o'zining kalotkasi emas mana. Bu Lasettining orqa kalotkasi. Bu nima sababdan qo'yib yuborilgan, bilmay qo'yib yuborilganmi yo bir tormozni kuchaytirishga qanaqadir effekti bormi? Bilganlar aytib yuborsin aga. Lekin foyda tarafini emas, ziyon tarafini bildik biz mana. Aforni diskani yeb tashlagan, pichoq qilib tashlagan. Tashqisini ham, ichki tarafini ham. Biz buni qaytarib qo'ymadik endi. O'zini original Hippat kalotkasidan qo'yib beramiz. Tikoni o'ziniki. Mana farqi.